أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Bugünkü dersimiz yine Ma'rib isimlerinki 5.'si El-Mu'arrab bi'adat-ı ta'rib. Yani ma'ribga o'zgartish vositalari bilan ma'rib qilingan ism. Yine Ma'rib isimlarining 5.'si. Endi ma'ribga o'zgartish vositasi u qasi va ma'ribga o'zgartirilgan ism qaysi xil darajalarda bo'ladi deganimizda ma'rifga o'zgartish vositasi al, ya'ni alif va lam deb qaraymiz, lekin buningda ixtilof bor. Ba'zi ulamolar aytadi, alif lam ma'rifga o'zgartish vositasi faqat lam deydi. Yine bir ulamolar aytadi, ma'rifga o'zgartish vositasi alif va lam deb qaraydi. İmam Halil ibn Ahmed al-Farahidi o deydi ki ma'rifga o'zgartish vositasi şu el deydi. Alif ve lam ikkisi ma'rifga o'zgartish vositasi, ikkisi qo'shilib ma'rifga o'zgartish vositasi hamza asli hamzatul qat'iyya deydi. Hamzatul qat'iyya aldiki, lekin şu köp işletilgachga yengillik maqsad qilinganlikdan shuni u hamzatul vasliga o'zgartirilgan. Shunlashqa uning 5ta bir narsa, masalan al-kitob desak 5ta bir narsa kelsa val kitob, summal kitob, fal kitob deb o'chada hamza vasli bilan o'qilishi asli iste'mol ko'p bo'lganligi uchun taxfifning jihatidan şuna vasliga o'zgartirilgan qat'iy deb qaraydi. Shu qat'iylikka dalil asli uning zibar o'qilganligi deb qaraydi. Ammo Imom Sibay rahimahulloh aytadiki, ma'rifga o'zgartish vositasi alif lamning ichidagi lam deydi. Alif lamning ichidagi lam hamzatul vasliya lam bilan sukun bilan so'z boshlag'i bo'lmag'achqa eldeki lam, alif lamdaki lam sukun o'g'achqa, sukun bilan so'z boshlash bu qiyin o'g'achqa, undan so'z boshlanmaydigan bo'g'achqa, shu hamzatul vasli bo'lgan hamza keltirilgan deb qaraydi. Undan esa ba'zi savollar qo'yildiki, unda lamni keltirib, hamzani keltirib harakatlik sukun bilan so'z boshlash qiyin ekan deb hamzatul vaslini keltirib yurguncha lamga lam harakat bersak bo'lmamdi desa, agar lamga harakat berish kelsa yo zibar, yo zir, yo pash 3 harakatdan birini harakat berish lozim ketdi. Anda ona zir harakat bersak harf jarga o'xshab qolgan bo'ldi. Zibar harakat bersak lamut ta'kidga o'xshab qolgan bo'ldi. Pash lamning pash o'qilgan holati arab tilida mavjud emasdi. Shunlashqa buning harakat belgili bo'lmagan, shunlashqa sukun bilan so'z boshlanmaydigan bo'lg'achqa, shunlashqa boshqa hamzatul vasli keltirilgan deb qaraydi. Shu Musannif rahimahulloh deydi, Ibn Malik rahimahulloh dedi, el harfu ta'rifin evil lamu faqat fenemetun arrabta kul fihi ennemet. El harfi ta'riftur. Ya ki faqat lam harfi ta'rif dedi. El-gına ma'rif ta'rif yoki lamg'ina ma'rif ta'rif dedi. Endi elif lamni biz 5ta to'xtalgan, elif ma'rifga o'zgartish vositasi elif va lam deb to'xtalgan edi. Elif lam cho'ng jihatdan 2ga bo'linadi degan. Elif lam cho'ng jihatdan 2ga bo'linadi. Birinchi elif lam harfiya va elif lam ismiya iborat 2 qismga bo'linadi. Elif lam ismiya, elif lam harfiya. Elif lam ismiya uning gapi tugab bo'ldi. Ism fa'il, ism maf'ul, sifat mushabbalarning 5 keladigan sigatul mubolig'larning 5 keladigan ism mavsul bo'lgan, ya'ni man yoki ma ma'nisi tutgan ism mavsulni ma'nisi tutgan allazi yoki allati ma'nisi kelgan elif lamning gapi. Bu tugab bo'ldi. O ko'pincha vaqtda shu ism mustamada qildik. Qisman ahvollarda fe'l muzarining 5 keladi dedik.
Endi ilif lam harfiye iki kısımga bölünüdü. Bu birincisi ilif lam harfiye asliye, ilif lam harfiye zaide. İlif lamı asliye ve zaide de ikiye bölündü. İlif lam harf asliye dediğimiz ilif lam harf el asliye dediğimiz yani adat-ı ta'rif bo'lgan muarrif yani isimni ma'rifiga o'zgartuvchi bo'lgan ana shu maqsad hozir shuni to'xtalamiz. Endi ikkinchisi ilif lam zaida yani g'ayri asliya, ilif lam g'ayri asliya, ilif lam asliya ve g'ayri asliya deb ikkiga bo'lindi. Ilif lam asliya yani adat-ı ta'rif bo'lgan ilif lam asliya yana ikkiga qismga bo'linadi. İlif lam ahdi ve ilif lam cins deb ikkiga bo'linadi. İlif lam ahdi ve ilif lam cins deb ikkiga bo'linadi. İlif lam ahdi 3ga bo'linadi. İlif lam cinsi ikkiga bo'linadi. Jami 5ga bo'lingan bo'ladi. Umuman ilif lam harfiya lit ta'rif ma'rifi uchun bo'lgan ilif lam o umuman hammasini 5 qismga bo'linadi. Ama ilif lam zaide yani ilif lam g'ayri asli, ilif lam zaide deganimiz yani ma'riflashtirish uchun kelmagan degan. Ilif lam asliya deganimiz nima? Shu ismni ma'rifiga o'zgartirish uchun kelgan ilif lam degan bo'ldi. Ilif lam zaide deganimiz u buyaki uchun bo'lgan mudda maqsadi shu ismni ma'rifiga o'zgartirish uchun emas, ta'rif qilish uchun kelmagan degan bo'ldi. Zaid deganimiz bikoh qo'shilib qolgan degan gap emas. Boshqa bir maqsadlar uchun kelgan. Bunun bilek bir maqsadlar bor, lekin ta'rif uchun kelgan, ta'rif uchun kelgan emas, yani ta'rif uchun kelmagan demakchi. Shuna ilif lam asliya va ilif lam zaida dedik. Ilif lam zaida yani ikkiga bo'linadi. Ilif lam zaida lazima, ilif lam zaida g'ayri lazima deb ikkiga bo'linadi. Andana ilif lam harfiye lit ta'rif, ilif lam harfiye el asliye deganimiz bu 5 qismga bo'lendi. Umumlab cho'ng jihatdan 2ga bo'lendi. Biz buni tafsilga ko'rib o'tamiz. Birinchisi ilif lam ahdi, ikkinchisi ilif lam cins. Ilif lam ahdi 3ga bo'linadi. Ilif lam ahdi zikri, ilif lam ahdi huduri, ilif lam ahdi zihni deb 3 qismga bo'lendi. Mesela endi ilif lam ahdi zikri degan nima? Endi ilif lam ahdi zikri deb atalsin bo'ladi. Ilif lam ahdi ishora deb atalsin bo'ladi. Ilif lam ahdi zikri bilan ilif lam ahdi ishora ikkisi o'xshash. Masalan, bu bir ism ikki qatim tilg'ilinadi. Birinchi qatimda iniqsiz tilg'ilinadi, ikkinchi qatimda u ismga ilif lam qo'shilib keladi. Mana shu ismni deki ilif lamni ahdi zikri yoki ahdi huzur nima ahdi ishora deb ataymiz. Masalan, jaa doyipun akramtu ad-doypa. Bir mehmon keldi, men heliqi mehmonni hurmatladim desak, shu jaa doyipun va akramtu ad-doypa deki ilif lam mishada ahdi zikri deymiz. Çünkü ahdi zikri deyishimiz mo'shu ilif lam qo'shilgan ism 5ta bir qatim tilg'ilingan, zikr qilingan degan bo'ladi. Yoki ilif lam bu ilif lamning ikkinchi bir ismi ilif lam ahdi ishor deb atalsa o'xshash. Çünkü mo'shu ilif lam 5ta jaa doyipun degan chaqdagi zoyibga ishora qilish uchun kelgan degan bo'ladi. Va undan boshqa nurg'un misollar chiqadi. Masalan, kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunu ar-rasula desak, masalan fa'asa fir'aunu ar-rasula, biz fir'aunga bir rasulni vatdik. Fir'aun heliqi rasulga osilik qildi desak, buni mishariki ar-rasuldagi ilif lam bu ilif lam ahdi zikri yoki ahdi ishora deganimiz mana shu. Ikki qatim tilg'ilingan bo'ldi. Endi ilif lam agar ikkinchisi ilif lam ahdi huzuri. Yine ilif lam nima? İkincisi ilif lam ahdi huzuri dedik. Mesela el-yevmdeki ilif lamga o'xshash. Yine hazır
al-yawm, as-sa'a, al-layla deganga o'xshash. İliplam so'zdagi iliplamni iliplam biz buni iliplam ahdi huzuri deb ataymiz. İliplam ahdi huzuri deb desak o chaqda cho'qim iliplam qo'shilgan ism hozir bo'lingan ism bo'ladi. Masalan al-yawma nusafiru bugun safar qilamiz desak al-yawm iliplam ahdi huzuri. Ya'ni biz ining ichida hozir bo'layotgan mushu kunning ichida biz safar qilamiz degan ma'noni bildiradi. Mesela al-yawma akmaltu lakum dinakum deganga o'xshash va atmamtu alaykum ni'mati va raditu lakum al-islam dinadagi al-yawm degi iliplamga o'xshash. Undan boshqa yana nurg'un iliplamlar shu hozir degan ma'ni bildiradi. Yana mushu al-yawm nusafir desak, yana biz ining ichida hozir turayotgan mushu kunda biz safar qilamiz degan hozir degan bir ma'ni bildiradi. Hozirgi mushu kunda هذه الساعة مش ساعة الليلة هذه مثلا نحن نتكلم الليلة biz muşkiçe paranglışımız degan bo'ldi. Yine biz hozir ining ichida turayotgan shu vaqtning ichida paranglışımız deganga o'xshash. Yoki iliplamı ahdi zihni yo'lidir. Üçüncü qismi iliplamı ahdi zihni. Buni ahdi zihni deb atalsin bo'ladi yoki iliplamı ahdi ilmi deb atalsin bo'ladi. Yine endi iliplamı ahdi zihni deganimiz yana o shu iliplam qo'shilgan ism bizning zihnimizda bor degan bo'ladi. Masalan, bizning bir darsimizda misolga olsak, biz har kuni dushanba kunisida birinchi sonliq darsimiz tafsir darsi desak, birinchi sonliq darsda asl dars soat 8 da boshlanadi. Soat 8 dan 10 o'tdi, o'quvchi kamidi. O'quvchi kami biz saqlab turgan chaqda shu 8 dan 10 o'tganda o'quvchilardan birisi ja'al ustoz desa, ustoz keldi desa, ja'al ustoz. Yine heliqi bizga tafsir o'titgan tafsir o'quvchisi keldi deganni bildiradi. Chunki zihnimizda al ustoz mushu soat kun har dushanba soat 8 ga chiqqan ustoz zihnimizda tunishliq zihnimizda iniq bo'lgan, yine o tafsir o'quvchisi maqsad qilingan bo'ladi. Shuning o'xshash ja'al ustozniki iliplamga o'xshash. Mana bularni iliplamı ahdi zihni deb ataymiz. Anda bo'lsa iliplamı asya ish qismiga bilangan ahdi zikr iliplamı asya ishga bilangan iliplam ahdi va iliplam jinsi. İliplam jinsi ikki qismga bo'linadi dedik. İliplam jins ikki qismga bo'linadi. İstig'roq uchun qildi. Jinsni umumlashtirish. İliplam istig'roqul jins yoki iliplam bayonul haqiqa val mahiyya. İliplam cins yoki bayonul haqiqatul jins. Jinsni umumlashtirish uchun keladi yoki jinsni haqiqatini bayon qilish uchun kelgan iliplamı jins deb ataymiz. Masalan, iliplamı jins ninki iliplam istig'roqul jins jinsni umumlashtirish uchun keldi deganimizda buni qanday o'qimiz deganda buning eng yaxshi bir alomati kullu so'zini buning o'rnida qo'yilib bo'lsa bo'ladi. Masalan, innal insana lafi khusrin desak, fitkil inson, barliq inson toifasi, inson jinsining hammasi ziyankorlikda illallazina amanu va amilus solihat. Lekin iymon etgan, solih amallarni qilgan odamlar ziyankorlikda emas. İnnal insana lafi khusrin. İnnal insana lafi khusrin. Fitkil insan. O kim bo'lishdan qat'iy nazar, qanday qadam bo'lishdan qat'iy nazar, o meylisimiz olsun, meyli ulug' olsun, meyli egiz olsun, meyli qaysi millatdan bo'lishdan qat'iy nazar, jamiyatga uni qanday bo'lishdan qat'iy nazar ziyankorlikda illallazina amanu va amilus solihat. İman etgan, solih amallarni qilgan va haqqa tavsiya qilgan, sabrga tavsiya qilgan ma 4 sifat bilan sifatlangan muttasif bo'lgan kishilar ziyankorlikda emas. Uningdan boshqa jami insonlar ziyankorlikda degan bu. Innal insan ay kullu insan lafi khusrin. Al insan nunga kullu insan. Endi xuliqal insanu da'ifa.
insan acayini bütkül insan xuliqal insan xuliqa kulli insan daifa degan o'xshash kulli so'zni qo'yildi. Mana bu ilm istig'roq deganimiz mana shunga o'xshagan keldi. Endi ilm bayan bayanul haqiqa yine ilm bayani haqiqatul cins vel mahiye şu ilm qo'shilgan ismning mahiyetini bayan qilish uchun ilm qo'shilgan ismning shu turining jinsinin mahiyetini onun haqiqatini bayan qilish uchun kelgan ilm bayanul haqiqa vel mahiye deb ataymiz. Masalan ar-rajulu khayrun ar-rajulu aqwa minel nisa minel mar'a yaki ar-rijalu aqwa minel nisa erler ayollardan güçlükrak. Er-raculu aqwa minel mar'a. Er ayoldan güçlükrak desek doğru. Erinin mahiyeti, erinin hakikati ayoldan güçlük olacak. Lekin bazı ayollar bazı erlerden güçlük olur. Bazı ayollar erlerini urup yıkıtıp koyduğun, pişanelerini, çikillerini etildirip koyduğun, erler ayollarının aldı kol bağlap durduğun mındak alakı. Ayollar erlerden güçlük boğan mındak ayollar mı var? Lekin er cinsi, erinin hakikati er-racul aqwa minel mar'a desek er-racul yine hakikatur racul aqwa min hakikatin mar'a degan bo'ldi. Shuning o'xshagan shu haqiqatini yine ilm qo'shilgan ismning haqiqati mahiyetini shuning haqiqatini bayon qilish uchun kelgan ilmlarni mana buni haqiqat shu bayonul haqiqa deymiz yoki ar-rajul khayrun minel mar'a. Er cinsi ayol cinsinden yaxshiroq, lekin ba'zi ayollar ba'zi erlardan yaxshi, lekin jinsi anadan yaxshi deganga o'xshash. Shunga mana bu ilm adat ta'rif bo'lib kelgan ma'rifiga o'zgartish bo'lgan ilm cho'ng jihatdan 2 ga bo'lindi, umumiy jihatdan 5 ga bo'lindi deymiz. Endi ilm asliyaning gapida ilm g'ayri asliya ay ilm zaida. İlm zaide yani 2 ga bo'lendi. İlm zaide lazime, ilm zaide gayri lazime deb 2 ga bo'lendi. İlm zaid degani laysa lit-ta'rif degan bo'ldi. Ma'rifiga o'zgartish uchun kelmagan, uning maqsadi ismni ma'rifiga o'zgartish uchun kelmagan, boshqa bir maqsad uchun kelgan degan bo'ladi. Zaid deganimiz. Endi mushi ilmlarimiz zaida o'z navbatida 2 ga bo'lendi. Zaida lazima, zaida g'ayri lazima deb 2 ga bo'lendi. Endi ilm zaida lazima degani nima desa, ilm zaid degani ma'riflashtirish uchun kelmagan. Lazima degani o isim shu ilmlarsiz kelmaydi. Davomli lazima degani uning ayrilib kelmaydi. Davomli shuni bilan birga chaplashib qiladigan ism. Bu ilm lazima, zaida, lazima 3 turli ismlarda mavjud bo'ladi. Biri ismi alamlarda mavjud bo'ladi. Ismi alamlarda shunday ilmlar bor. Masalan, al-yasa deganga o'xshash. Ismi alam al-yasa va undan boshqa lat, uzza deganga o'xshash. Buni lat, uzza deganga o'xshash, al-yasa deganga o'xshash ismlardagi ilm zaida, lazima, al-yasa uningdan olib kelmaydi. Al-uzza, al-lat degandagi ilmlar uningdan olib kelmaydi. Bunun zaida, al-yasa degan ismi alam, buningdagi ilm zaida. Zaida deganimiz ma'riflashtirish uchun kelmagan degan bo'ladi. Lazima deganimiz bu chiqib kelmaydi, bu tashlanib qolgan ahvol mavjud emas. Al-yasatin ba'zi chaqda al-yasa, ba'zi chaqda yasa deb bunday qilgan ahvol mavjud emas. Shu lazima deganimizning sirri. Ikkinchisi al-aniga o'xshash bundaq al-aniga o'xshash zarflarda keldi. Al-anim deymiz shu. Huna desak ayar deganga o'xshash hozir degan ma'noni bildirdi. Shuna hozirgi vaqt degan ma'noda al-an deb ilmlarga o'xshash ilmlarni biz shuni ilmlar
zaide lazime deymiz. El-anda iliplam davamlıq keladi. Lekin buningdagi iliplam ma'riflashtirish uchun kelmagan iliplam deb qaraymiz. Shunga tushuntirib bo'lgan zarif bu. Yani el-ana. Üçüncüsü o isim mevzularda kelgan iliplam zaide lazime. Mesela ellezi, elleti, ellezani, elletani, ellezine, ellati o'xshash mush iliflamlar isim mevzuda kelgan iliflamlar zaid. Zaid ma'nahu laysa lit-ta'rif. Yani o ma'riflashtirish uchun emas. Lazime. Lazime gayri mufarraqa. Yani ayrılıp ketilguchi emas, ayrı etilguchi emas. Onun yo'q izchil keladi. Allazindagi iliblan tushib qolganimiz, shunga buni lazime deganimiz mana shu iliblan, zaide lazime deganimiz mana bu. Endi ikkinchisi iliblan zaide gayri lazime. İliblan zaide bo'ladi, gayri lazime bo'ladi. Ya'ni o zaid deganimiz ta'rif uchun emas, gayri lazime deganimiz kasım bo'ladigan, ba'zi keladigan, ba'zi undan yo'q bo'ladigan. Yani o çokum şununda davulluq kelmaydigan, ba'zi chaqda keladi, ba'zi chaqda kelmaydigan ahvollar bor. Endi bu iliblam odatda zaide gayri lazime, yani öz navbatida ikkiga bo'linadi, yoki izdirar uchun keladi, zurriyat uchun keladi, yoki lamhil asl uchun keladi, lamhil asl. Şu ismning asliga ishorat qilish uchun keladi. Şu isim iliblam kirgan isim asli sifatdan yetkelgan isimmi, masdardan yetkelgan isimmi yoki yine boshqa bir narsadan yetkelgan isimmi, nimadan yetkelganligini asliga dalolat qilish uchun keladi. Asliga dalolat qilish uchun. Va shundaqla yine ba'zi kitoblarda aytadiki, o iliblam ismning musammaga mos kelganligini bildirish uchun keladi deb qaraladi. Şuna gayri lazime deganimiz keladigan, ba'zi tushib qolgan ahvollar bor. Endi iliblam zaide gayri lazime izdirar uchun zurriyat nuqtasidan keldi. Ba'zi bu izdirar ahvol, izdirar ma'nahu lays ixtiyar, izdirar nada mavjud bo'lsa, she'r beylarda mavjud bo'ladi. She'rlarda kelgan iliblam mushin demakchi. Asli kamisin bu qayerda she'rda ba'zi iliblam keladi. Mana bu ba'zi kelmaydi. Ammo lamil asli ismning asli iningdan nimadan yetkelganligi dalolat qilishadigan iliblam dedik. Masalan, buningki birdan bir misolini ko'rsak, odatda as-salih desak, salih degan bir odamga alam, as-salih bir odamga alam o'xshash. Lekin ikkisining farqi salih mutlaq alam bo'lsa, as-salih mush ism asli salaha yasluhunun isim qo'yilgan salihdan yetkelgan ilmi manqulkan, ashundan yetkelgan isimkan deganni bildirish uchun keladi. Masalan, al-hasan desak, bu asli sifatdan sifat mushabbadan yetkelgan deganni bildirish uchun qo'shiladi deymiz. Shunga o'xshash. Shunga yuqorida to'xtalganimiz iliblam bizning shu kitobda iliblam undan boshqa maqsadlar uchunmi, masalan, kuchuk bo'lgan ko'z qurashlarda undan boshqa uchunmi keladi degan ahvollar bor. Asosli mu'tabar bo'lgan ko'z qurashlar mana shu. Endi biz tuvanda tafsilotini iliblam bilan ma'rifa qilingan ismning tafsilotini ko'rib o'tamiz. Musannif dedi, al-harfu ta'rib aw lamu faqat fanamatun arrabt qul fihi namat. Al harf ta'ribtur yoki lam g'inak. Bu gapni biz deb qoldik. Masalan, fanamat, masalan, namat degan so'zni ma'rifa qilsangiz, siz uningda an-namat dang. Namatni ma'rifa qilsangiz unda nima dang? An-namat desangiz bo'ladi. Namatun nakra, an-namat ma'rifa. Yine kiyimlardan ma'lum bir ton degandek bir turini bildiradi. Shunga o'xshash. وقد تزاد لازما كاللات والآن والذين ثم اللات والاضطرار كبنات الأوبر كذا وتبت النفس يا قيس السري. Mana
Musannif rahimahullah deydi, biz bayanda bulduk ilif lam zaide lazime, ilif lam zaide gayri lazime deb ikkiga bo'linadi deb mush ikki baytda buni o'tirib qo'ydi. Ba'zida vaqat tuzadu laziman, ilif lam ba'zida ziyada qilinadi lazim bo'lgan holatda. Ilif lam zaide lazime bo'ladi, lat o'xshash. Allat ki ilif lam mana bu ilif lam zaide lazime, zaid deganimiz ma'riflashtirish uchun kelmagan. Buni attash lazime deganimiz bu lat degan so'z, Allah degan so'z ilif lamsiz latun deb mana kelmaydi. Al-ana mushundaq ilif lam ayrilib al-ana kelmaydi. Lekin ma'riflashtirish uchun kelgan ilif lam emas. Chunki vallazina ism mavsuldagi ilif lam biz buni bayonlab bo'ldik. Summa lat lat muhshash summallati dedik. Kazallati vel an vel summallat. Andi vel iztiraran kabanatil awbar. Ve o ilif lam zaide gayri lazime oludu. Dişimiz ma veztiraran kabanatil awbardan çıkıdı bugün. Ve o ilif lam ziyade kıldı iztirarın cihatidir. Zürriyetinin cihatidir. Asli kemekti. Ma'lum şiiri zürriyetinin cihatidir ki kaldı. Benatil avberge okşaş. Benatil avberge al-avberdeki ilif lam. Mana bu benatil avberdeki ilif lam. Müşerre ilif lam zaide gayri lazime. Bu kesin benatil avber yapıldı. Lakin bir beknin okusun benatu avber asıl benati avber benate mesela benati avber benatu avber yapıldı. İliflam kemekte zürriyet okusun ki kalgan. Yani şiiri zürriyetin okusun bulgan. Asıl şiir وَلَقَدْ جَنَيْتُكَ أَكْمُؤًا وَأَسَاقِلًا وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ أَنْ بَنَاتِ الْأَوْبَرِ degan. Endi benatil avber ismi alam Mogolardan nachar bo'lgan bir mogoninki ismi mogo alam. Nachar mogo alamken وَلَقَدْ نَهَيْتُكَ أَنْ بَنَاتِ الْأَوْبَرِ men seni benatil avberdan cheklayman degan gap. Yine nachar mogodan men seni tusuman degan bo'tgan. Lekin meshada şiiri zürriyetinin cihetinin benatil avber deb kelgan. Asli benatil avber benati avberi deb ketdi. Unda avber lekin ilif bilan qo'shilmay ketdi deymiz. Shunlashqa mush ilif bilan g'ayri zaid g'ayri lazima degan misol. Va tibtan nafs ya qaysus sari degan o'xshash. Va mush va shundaqla tib va tibtan nafs ya qaysus sari deb endi bu bir bayt keldi. Asli bayt ra'aytuka lamma an arabta wujuhana sadatta wa tibtan nafs ya qaysu an amri debdigan. Asli tibtan nafs ya qaysu an amrida ya tibtan nafs an nafs degani ilm qilgan ilm ya emasa. Chunki tibtan nafs degi tibtan nafsa tibta an nafs degi o temiz degan asl nakir keladi. Temiz ma'rifa qilish lozim kelmaydi. Temizga nakir bo'ladi. Anda bo'lsa bu yerga kelib lam zaida ma'riflashtirish uchun kelmaganlik uchun zaid dedik. G'ayri lazima demay g'ayri lazim. Bu yerda davomli kelmaydi. Ba'zi ajrab ketadi degan bu g'ayri lazima degan. Chunki temiz bu yerda asl nakir ketdi. Bu yerda faqat lam iztirorning jihatidan she'ri zurriyatning jihatidan ziyodalab keldi deymiz. Shunga ilif lam zaida g'ayri lazima bu ikkiga bo'lingan ma bir qismi bo'ldi. Shunga hey sharafli Qays sen nafsi jihatdan pak bo'lding degan bo'ldi. Va ba'zul a'lam alayhi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nuqila kalfaz wal haris wan nu'mani fazikru za wa hazbuhu siyana degan o'xshash. Endi va ba'dul a'lam alayhi dakhala. Yani birisi ve ba'dul a'lami alayhi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nuqila kalfaz wal haris wan nu'mani fazikru za wa hazbuhu siyana. Yani ilif lam zaide g'ayri lazimaning ikkinchi qismi, birinchi qismi ilif lam zaida g'ayri lazimaning
qismi. İliblam zaidi ikki bilindik lazime ve iliblam zaide gayri lazime ikki bilindi. İzdirarın zürriyet cihetinden buldu. Yeni bir kısmı lemhil asli. Bazı elemler aleyhi dekhala. Şu iliblam zaide gayri lazimelerge bazı çağda iliblam kirdi. Nimiş kadese asli şu elem ininden yötkelgen asliga işaret qilish uchun masalan al-pazliga o'xshash, al-harisga o'xshash, an-nu'manga o'xshash. Masalan al-pazlidagi iliblam bu pazli asli Pazl ibn Abbas deganga o'xshash pazli bu ismi alam. Endi bu nimishga al-pazli deb keldi, al-Abbas deb keldi, al-Hasan deb keldi. Asli bu al-pazli, al-Hasan degi iliblam hargizmi bu ma'riflashtirish uchun kelgan. Shunga al-pazli El-Haris, El-Nu'man'daki iliblamni biz zaide deb ataymiz. Nimişqa zaide deb ataymiz? Ma'riflashtirish uchun kelmagachga. Nimişqa g'ayri lazima deb ataymiz. Ba'zi uning ilvassaqmi bo'ladi. Pazl ibn Abbas, Pazlun, Harisun, Nu'manu deb kasib bitgan bo'lg'achqa, shunga bu g'ayri lazima deb ataymiz. Endi bu nima uchun kelgan desa, asli Pazlining masdardan yotganligini bildirish uchun, Harisning ism fa'ildan yotganligini bildirish uchun, Nu'manning asli boshqa bir ismdan qon degan ma'noni bildirish, qon bir ismdan yotganligini bildirish uchun kelgan iliblam. Shu buning illati nimishqa hamsa u g'ayri zaid bo'lgan ma'rif ismga nimishqa iliblam keldi desa, lilamhi ma qad kana anhu nuqila deb yani illat bayon qilindi. Shu alamning asli nimadan yotganligiga ishorat qilinish uchun. Chunki biz 5 ta iliblam alam, alami murtajil va alami manqul deb ikkiga bo'linadi degan mushu maqsad qilingan. Fazikruza va hazbuhu siyan. Buni so'zlash va buni tashlash o'xshash. Ya'ni fazikruza mushuni so'zlash, qasmni so'zlash, ya'ni mushu al-Pazludagi iliblamni so'zlash, al-Harisidagi iliblamni so'zlash, an-Nu'mandagi iliblamni so'zlash bilan va hazbuhu bu iliblamni tashlab o'tishning hech qanday farqi yo'q. Tashlavatsak-mu ma'rifa, Pazlun iliblam kelganda bu ismi alamliklar ma'rifa, iliblam kirganda al-Pazlu yine ma'rifa, hargiz iliblam buning ma'rifaligi iliblam bilan emas deganni ko'rg'ili bo'ldi. Shunga Pazib Ruza va Azbu Siyan degan ma'no mushu. Shu ismlarningki shu zaid g'ayri lazima qismi mushundan oxirlashdi. Wa qad yasiru alaman bil ghalaba muzafun aw mashhub al kal aqaba wa hazb al zi in tunadi aw tudib aw jib wa fi ghayrihima qad tanhazib deganga o'xshash. Ya'ni ism ba'zi chaqda bir iliblam kirgan ism ba'zida mushu muzab bo'lgan ismlar yoki iliblam qo'shilib kelgan ismlar g'alba orqali alamga yo'tkiladi. Fayasiru alama. Endi ma yasiruningki fa'ili muzafun degan so'z. Ya'ni muzab yoki iliblam qo'shilib kelgan ism aqab al-aqabaga o'xshash, anga iliblam qo'shilib kelgan ism yoki Ibn Abbas, Ibn Umar deganga o'xshash muzab bo'lgan ismlar g'albi sababli kasiratul istimal ko'p ishlatilganlik sababdan, shuning g'alaba qilib ketganlik sababdan alamga aylanib qoladi deydi. Endi mushu iliblamni agar mushunda g'albi iliblam qo'shilib kelgan ism yo muzab bo'lgan ism g'albi bilan alamga o'zgargan bo'lsa, ko'p iste'mol qilinish qildik. Shuningga xasulab qolganlik sababdan alamga o'zgargan bo'lsa, buni munada qilsangiz bu iliblamni tashlab o'tishni vojib qiling. Yoki muzab qilsangiz bu iliblamni tashlab o'ting va undan boshqa chog'da qisman vaqtlarda tashlandi va qisman vaqtlarda tashlanmaydigan ahvollar bor. Tashlansin bu, tashlanmasin bu. Bu qanday alam deganda, bu alam biz 5 ta alami shaxs va alami jins deb yana bir bo'lgan. Alami shaxs va alami jins. Xuddi buning ma'riflik darajasi xuddi shu alami jinsga o'xshaydi. Bu endi bu alam bil g'alba degani. Asli alam emas, ko'p ishlatiladi. Masalan, Ibn Abbasni misolga olsak, Ibn Abbas asli
Abbas'ның balası degan bo'ldi. Ammo İbn Abbas hozir Abdullah ibn Abbas maqsad qildi. İbn Abbas degan so'z esa Abbas radhiyallohu anhuning ballarının içinin bir balısını gösterdi. Hem de İbn Ömer radhiyallohu anhuning ballarının içinin bir balını gösterdi. İbn Mas'udning ballarının içinin birini göstergen bo'ldi. Lekin bu kasiratli ko'p mushliq ishiltilish g'olib kelgan İbn Abbas desak, Abbas radhiyallohu anhuning ballarının içinin faqat Abdullahga xos bo'lgan. İbn Ömer desek, Ömer radhiyallohu anhuning o'g'lining ballarının içinin Abdullah degan bir o'g'ilga xos bo'lgan. Shuning o'xshash mana bu alam bil qalbi degan mushundaq muzab bo'lgan ismlar İbn Abbas ibn Ömerga o'xshash. Mushundaq ismlar ashunga ko'p ishiltirish orqali ashunga alam qilingan bo'ldi. Endi yoki iliblam qo'shilgan ism al-Aqaba deganga o'xshash. Asli Aqaba mana shu bir o'rinning ismi o'simi, lekin ko'p ishlatilish orqali al-Aqaba muayyan bir o'ringa alam bo'lgan. Masalan, al-Madina desak, asl Madina degan bir shahar degan bo'ldi. Al-Madina desak, har qanday bir shaharni ko'rsatib, lekin al-Madina deb kelsa, davomli bu al-Madinadan maqsad Rasul sallallohu alayhi vasallamning Madinatul Munawvar Rasululloh hijrat qilgan shu Madina Munawvar maqsad qilingancha hozir al-Madina desak maqsad shu Rasulullohning hijrat qilgan shu shahri maqsad qilinadi. Buningga g'alba qilinish orqali al-Madina Rasululloh hijrat qilgan asli ismi Yasrab bo'lgan shu shaharga alam bo'lgan. Masalan, ar-Rasul desak, ar-Rasul degan elchi degan bo'ldi. Allah barliq payg'ambarlar Rasul degan bo'ldi, payg'ambarlarni Rasul degan bo'ldi. Shu. Ammo hozir ar-Rasul desak faqat Muhammad sallallohu alayhi vasallamga bu alam bo'lgan o'xshaydi. Mushunga o'xshash, demak, iliblam qo'shilgan ismlar ko'p g'alb ashuning ishlatilishi orqali shu ma'lum bir odamga, ma'lum bir joyga, ma'lum bir narsaga xos qilinadi, alam qilingan bo'ladi. Mana buni biz alam bil g'alba deb ataymiz. Endi mushuningdagi iliblammi o ma'riflashtirish uchun kelgan iliblam emas. O faqat ismni shu iliblam bilan ishlatish orqali alam bil g'alba keldi. Ammo buni munoda qilmoqchi bo'lsak tashib o'tamiz. Masalan, yoki muzab qilmoqchi bo'lsak tashib o'tamiz o'sha iliblamni. Masalan, biz odatda al-Rasul demoqchi bo'lsak, iliblamni munoda qilmoqchi bo'lsak, ya Rasul degan bo'lmaydi, shuni Rasululloh deb bunday holatda keltiramiz. Shunga shu agar nidoqa tunadi munoda qilsangiz au tuzib yakuni muzab qilsangiz, masalan Rasulullohni ar-Rasulni muzab qilmoqchi bo'lsangiz, Rasululloh deb bunday izofa shakllantiramiz. Undan boshqa al-Madinani bo'lmasa ya Madina deb bunday iliblamni tashiyotding deydi, avjib. Va uningdan boshqa holatda tashlansin bo'ladi va tashlanmasin ham bo'ladi. Endi yuqorqi al-mu'arrab bi odati ta'rif iliblam bilan ma'rifa qilinadigan ismlar. Endi uningdan boshqa biz bu yerda diqqat qilishga arziydigan bir masala bor. Bu qosidasi sonlar qanday ma'rifa qilinadi? Sonni iliblam bilan ma'rifa qilsak qanday ma'rifa qilamiz deganda, son bir nechaga bo'ladi. Son muzaf izofat shaklida kelgan son, murakkab shaklda kelgan son, ma'tuf bilan kelgan son va mufrad shaklda kelgan son deb son 4 turga bo'linadi. Agar son izofa shaklda kelgan son bo'lsa, ma'rifa qilish lozim kelsa, cho'qim muzofli hisoblanadigan so'z qo'shimiz. Masalan, 3 dan tortib 10 gacha bo'lgan sonlarning son izofa shaklda ishlatiladigan son deb qaraymiz. Masalan, 3 qalam demoqchi bo'lsak, salasatu aqlamin deymiz asli. Endi ma'riflashtirmoqchi bo'lsak, salasatu al-aqlami deb keltirish kerak. Endi 13 dona qalam demoqchi bo'lsak, salasatu ashar qalaman dedik. Endi buningda 13 qalam deganni ma'rifa qilmoqchi bo'lsak, unda qilamiz as-salasata ashara qalaman deymiz. Buni buningda murakkab bo'lganda birinchi juz isga qo'shitmiz. İzafeli şekli bo'lganda muzofiliga qo'shqilimiz o'xshash. Ammo o'san ma'tuf bilan qo'shcho iliblarni har ikkisiga qo'shitmiz. Masalan, 20 o'quvchi desak, demakchi bo'lsak, salasatu va 20 taliban dedik. Endi buni ma'rifa qilmoqchi bo'lsak, as-salasatu
vel ishruna taliban deb ikkili bilakka qo'shimiz. Ammo mufrat shakli qalsa sandan deganda sandan mufrat shakli, masalan buni o'nliq sanda mataymiz iqdu deb. Ya'ni 20, 30, 40, 50, 60, 70 va 90 dan iborat o'nliq sanlar bo'ladi. Buning 5 qilam qo'shib qo'ysak bo'ladi. Al-20, al-30, al-40 deganga o'xshash. Shunga bumi biz alohida diqqat qilib tegishli bo'lgan mazmunlardan yana bir mazmun. Endi ismlarningki ma'rif ismlarning 6-si mushu ma'rif ismlarga muzab bo'lgan ismi ma'rifa. Al-muzab ila al-ma'rifa. Ma'rif ismlarga muzab bo'lgan ismi ma'rifaning qatoridan bo'ladi. Masalan 5 turlik ma'rif ismini so'zladik. Shu 5 turlik ma'rif ismining bir-biriga muzab bo'lgan ism o ya'ni ma'rifaga o'zgaradi. Odatda anda bo'lsa muzab desak izofat ikkiga bo'linadi. İzafat labzaviy va izafat ma'naviy deb ikkiga bo'linadi. Anda bo'lsa izafat labzaviy o bu yerda murod emas. İzafat labzaviy degan omilning ma'mulga muzab bo'lishidan hosil bo'lgan izofat maqsad qilinadi. Ammo izofati ma'naviy cho'dasi izofat ma'naviy bu ya muzafillay ma'rifa keladi yoki muzafillay nakira keladi. Ammo muzafillay nakira bu yerda bizga maqsad emas. Agar muzafillay nakira bo'lsa bu ma'rifalikdan foyda vermey, taksisdan foyda veradi. Masalan, qalamu Muhammedin desek bu ma'rifaga o'zgargan bo'ladi. Muhammadning qalami. Ammo qalamu rajulin desek erning qalami degan bo'ladi. Bu ma'rifaga o'zgarmaydi, taksis foyda vergan bo'ladi, xoslashgan bo'ladi. Shunga izofat orqali ma'rifaga muzab bo'lgan ism ma'rifali jutu muzafilli ma'rifa ini qism bo'lsa. O ini qism yuqorida 5 turlik bo'ldi. Birinchisi zamir. Zamirli ma'rifa, anda zamirga muzab bo'lgan ism ma'rifa. Alam ma'rifa, alamga muzab bo'lgan ism ma'rifa deganga o'xshash. Anda bo'lsa shuning bilan al-mu'arrab bil izofat mana shu bilan tugagan bo'ldi. 7-si endi musannif rahimahulloh bu kitapta 7-turlikni so'zlamagan. Ya'ni al-ma'rifa 6 anva degan, ammo amaliyotda al-ma'rifa 7 anva. Ya'ni 7 turlik bo'ldi. O 7-si qasilsa an-nakira al-maqsuda bin-nida. Nida orqali maqsad qilingan nakirasi. Endi munada odatda umumiy jihatdan munada 5 qismga bo'linadi. 5 qismning bu yerda 2 qismi biri munada, nakira, g'ayri maqsuda, munada, nakira, maqsuda deb 2 qismga bo'linadi. Masalan, agar munada nakira, maqsuda bo'lsa, u chaqda u boshqa ishlab tutgan narsadan mabni bo'ldi. Masalan, ya rajulu ya ustozu deganga o'xshash. Agar munada nakira g'ayri maqsuda bo'lsa, u chaqda u nasb o'qiladi. Ya rajulan deganga, masalan, ya rajulan xuzbiyadi deganga o'xshash. U munada nakira g'ayri maqsud degani xuddi bir qarg'adandan qilgan so'zga o'xshash. Masalan, ya rajulan xuzbiyadi debdi. Ya rajulan xuzbiyadi anqizni fa illam tazqin tanqizni amut deganga o'xshash. Hay, meni qutqizib olgin, qo'limdan tortib olgin. Agar sen meni qutqizib olmasang, men o'lib ketaman. O bu deganga o'xshash. Bir odam shunda ketib bir katak uchib ketibdi. Bu katakdan ma'lum pastda u bir shoxdak bir narsani tutib turibdi. Kishilar uning yer yuzidan chiqadigan ko'rmagan bo'lsa, ya rajulan xuzbiyada deb ma'lum atrofdagi odamlar ovozimni anglab meni qutqizib oladi deb so'zlaganga o'xshash. Shundaq bir odamning so'zi yoki qarg'a odam oldini ko'rmay so'zlar berganga o'xshash. Yoki bir uskak to'paqlar manga odamlarga po'st to'paq sud deb menga urdi. Voy siz oq ko'ylak mayizga turing, ko'k ko'ylak ayizga turing deb demaydi odatda. Shuningga o'xshagan munada maqsud yoki g'ayri maqsud deb ikkiga bo'linadi. Bizning bu yerda maqsad qilingan munada, nakira, maqsuda maqsad qilinadi. Ya rajulu masalan biz bir navoiyni oldiga borib, ustam go'shkidan binavaslar, men nandan binavaslar desak, shu masalan ya habbazudagi habbaz maqsad qilingan bo'ladi. Yo'lda men ketib qolgan taksichidan biga voy mashinangizda to'xtating deb ya sa'iq desak, shaylaqa mashina haydab ketayotgan muayyan taksi shofir maqsad qilingan bo'ladi. Mana ma'noga o'xshashni biz munada
nakira maqsuda. Chunki u asl nakira o'simi maqsad qilinishi bilan muayyanlashgan bo'lg'achqa, chunki ma'rifaga o'zgardi deb qaraymiz. Shuning bilan bizning bu kitobimizda ma'rif ismi haqida to'xtalishimiz shuning bilan tugagan bo'ldi. Kitobimizningki kalimalar haqida to'xtalishimiz mushada oxirlashdi. Biz 5ta kalima va kalam haqida to'xtalamiz degan biz oldingi darslarimiz va bugungi darslarimiz kalima va kalamningki kalima haqidagi ta'rifotlari, masalan kalimaning ism haqida, fe'l haqida, harf haqida to'xtalgan bo'ldik. Atdinga to'xtalganimiz hammasi ism haqidagi to'xtalishlar bo'ldi, ism haqidagi ta'rifotlar bo'lgan bo'ldi. Endi keyingi darsimiz kalam haqida bo'ldi. Ya'ni kalamning jumla ismiya, jumla fi'liya deganga o'xshash, jumla shartiya deganga o'xshash mazmunlarga o'tib ketamiz. Keyingi darsimiz shu mubtada va xabardan iborat jumla ismiya bilan boshlanadi. Bugungi darsimiz vaqt munosabati bilan mushada oxirlashdi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.